Ertalab hovliga chiqsam, yomg'irlar yog'ib turgan ekan. Zo'r kayfiyatda oshxonaga kirib, choylarni tayyorlashni boshladim. Sariyog'da tuxumlarni qovurib, kofe bilan choy ichib oldim. Kechqurun sushi yamidan rollar etgan edim. O'shandan ozgina qolgan edi, nonushtaga ham yeb oldim. Men uchun eng nomer 1 juda ham mazali sushilar faqat sushi yami. Ularniki juda ham mazali, porsiyalari ham yaxshi, baliqlarni ham ayamasdan solishadi. Asosiysi har doim mehr bilan tayyorlashadi. Sushi xorlari uchun hozir yangi yilga zo'r setlar qilishgan. 12 dekabrdan 28 dekabrgacha yangi yil uchun zakazlar qilib qo'ysanglar, yangi yil kuni o'z vaqtida chiroyli qilib zakazlaringlarni chiqarib berishadi. Video boshida bir kunlik vlog degan ekanman, to'g'rirog'i obedgacha bo'lgan ishlarimni ko'rsatganman. Choylarni yig'ib oldim, idish tovoqlarni yuvib, oshxonalarni porядка qilib, ovqat solib qo'ydim. Go'shtni ilili joylaridan, qo'y go'shtidan, dumbaladan solib, sho'rva solib qo'ydim. Uzoq qaynab, mazali bo'lib turdi. Bilasizlarmi, suyuq ovqatlar qo'y go'shtidan juda ham mazali chiqadi. Shuning uchun ham qo'y go'shti bo'lgan paytida har doim sho'rvalar qilamiz. Musorlarni bo'shatib, chelelarni ham antijirda bitta yuvib, kartoshka piyozlarimiz bo'shab qolgan ekan, idishlarga solib, to'ldirib, oshxonaning shu burchagini ham tozalab, chiroyli qilib qo'ydim. Bu vaqtda Muhammad Yusuf uxlayotgan edi. Choylarni ichib bo'lganimizdan keyin uxlaydi. U ertalab vohli uyg'ongani uchun orada uyqusi bo'ladi. U uxlaganda maksimal darajada ko'p ishlarimga ulgurib borishga harakat qilaman. Bir xilda shunaqa vaqtlar bo'ladi, hech narsa qilishga ham ulgurmayman. Lekin asosan shamollamagan, настроенияsi yaxshi bo'lgan paytida hamma narsaga ulguraman. Kasal bo'lganda uxlolmay qiynalgani uchun ishlarimni qila olmayman. Menimcha hamma onalar shunaqa bo'lsa kerak. Keyin uyga kirib, yuzimga uxodlarimni qilib oldim. Ertalab qila olmagan edim. Kechdan ko'ra kech deb, obedga yaqin uxodlarimni qilib, uylarimni tozalab oldim. Bu uxodli naborim yangi, bularni endi ishlatishni boshladim. Natijasini bir haftada sezasiz ishda. Endi ko'ramiz, qanaqa natija bo'larkan yuzimda. Rayoni qizim bo'lsa o'ynab yurdi. U faqatgina obedda soat 1-2 atrofida uxlaydi. Muhammad Yusuf bo'lsa kunduzi 3 ta uyqusi bor. Kichkina bo'lgani uchun u ham katta bo'lgani sari uyqulari kamayib boshlaydi. Uylarimni yig'ib olgandan keyin buvijonning uylari bilan ovqat yeydigan uyimizni plissoz qilib, keyin oshxonaga chiqib, obed vaqti bo'lib qolgan ekan, chuchvaralarni pishirib oldim. Ichkisi kelganlarga qilib berdim. Sho'rvani suvida mazali bo'lib pishdi.